mana o'sha top do'stlar, bugun video roligimizda Grand Mine'da vibe bo'ldi. Vibe'da kimga nima kerak? Albatta zo'r kirka kerak, zo'r kirka bilan yaxshigina kuchayib ketsa bo'ladi. O'shaning uchun men sizlarga bugun serverdagi eng uzar kirkani bekitaman. Вот. Eternity kirka, удача 3, починка, прочность 3, effectiveness 5, smelting 3, telepathy 4 или 6, trench 9, keyin 4 stack opet 32 ta anaqa charka. Qani unda ketdi o'rtaga bekitishga. Atak Shozon Discordda bor, gapirib qo'yishim bo'lar aytib. Yo, nima bo'lyaptim. To'pimsi negro obunachilari bugun internet nimada kirkasini to'pimsi bekitadi. Qaraj o'sha kirkani bekitadi RTPga. Sizlar maza qilib olib, kuchayishlar mumkin, serverga kutib qolamiz, kiraylar serverga. Tak masjidga bekitib olram, ayshi farqi. Hop. Shalkirgan? Ha. Shulkir. Okey. Tak, bolalar haqi bekit. Mana hamga bekitamiz. Server ertaga full online bo'ladi. Ertalabdan to kechgacha online bo'ladi server. Maza kirishlar mumkin. IP fincafe.aternos.me. U server reklama qiladi. Kommentariyada bo'ladi IP'si. Mana qarchi, mana shu joy, hozir men koordinatasini ham ko'rsataman. Hop, mana ko'rsatib qo'ydim. Вот. 1043 90 678 kiringlar, olinglar, o'ynanglar maza qilib. Yana nima qilsak bo'ladi? Video juda ham kam bo'lib qolmadim. Keyingi videoda mayli, gapir. Agarda keyingi videogacha bu bola 100 ta bo'lsa, full kit beramiz, full kit tarqatamiz. Eternity kit beraman-da. Men o'zim javob, agar 100 ta podpishchik bo'lsam, Eternity kit joyida bekitaman. Hamma xayr. Sizlar bilan birgalikda men sizlar tanigan, like boss nigger day. Top bo'ldi. Hamma xayr, sog' salomat bo'linglar.